Do'stlar, Bobur aka Mansurov nechta pul topib olishlarini hozir bilib olamiz, Mansur aka. Do'stlar, Bobur aka Mansurov nechta pul topib olishlarini hozir bilib olamiz, Bobur aka. Bir falokat bo'la chiqdi insonga. Birinchi savolim, post bilan storiesingiz Instagramda nechta pul? 3,5 million obunachingiz bor. Endi men aytmasam ham chiqyapti-ku, internetda adminlarimiz bizga telefon qilyapti. Shu endi 1,5 mingdan 6 minggacha-da. 1,5 ming stories, 6 ming post. Taxminan oyiga nechta pul topasiz? Endi Xudo bergani. Bu nima deydi? Men o'zi daromadimni ko'p joylarda ochiq aytmayman ham daromadimni. Endi biz jamoamizga bu pul bo'linadi. Shuni hisobiga endi o'zimiz to'lovlar bor, o'zimizga yarasha, uylarimiz to'lovi, mashinamiz to'lovi, mana shularga yetadi. Yetadi. Taxminan 1 million obunachisi bor Vayner necha pul topishi mumkin oyiga? U mehnatiga qarab va qilayotgan kontentiga qarab. 1 millionlik podpisчикli Vaynerlar, blogerlar juda ham ko'p. Endi har xil yo'nalishda ijod qiladi. Balki o'zi uchun prosta hobbi yoki biznesini yuritish uchun reklama qiladi. Kimdir reklamani, haqiqiy toza reklamani dan pul olib reklama qilishadi. Endi bu har xil topadi. Masalan, uni postining narxiga qarab, kontentini aktiviga qarab, o'sha narsalarga qarab baholanadi. Mayli, endi qancha topishingizni aytmaysiz, xarajatingizni ayting. Oylik xarajat qanchadir? Sizdan ham pul ko'payib ketdi. Oylik xarajat kvartirada turaman. Hali uyim bitgani yo'q, здравствуйте. Uyim hali bitgani yo'q, здравствуйте. Kvartira to'lovim bor, почти $650 u ham. Keyin yeb ichishimiz, здравствуйте. Latifjon, men bor o'zi 5 ming maydan chiqmaydimi? Tanishda. Cho'ta tanish. Shunaqa to'lovlarimiz bor. Masalan, mashinam to'loviga ketadi. Keyin komanda, syomkalar, bu joylarga sayohatga borishingiz mumkin. Taxminan ayting, qancha? 10 ming, bir oydami? Bir oyda endi kvartira boshqalar bilan bo'lsa $1000 ketadi. Kvartiram ham borda, chunki kvarplata. Bir oyda umumiy $1000 xarajat qilasiz. Kam bo'lsin. Aldamayapsiz. Uyat emasmi, yoshingizni qarang. Mendan sal oshiqroqmi, ha? 1200 aka. 1200. Xo'p, qani, oxirgi marta o'zingizga qimmatbaho nima oldingiz? Oxirgi marta o'zim mashinamni oldim. Nima mashina? Hayotda. Necha pul turadi? Buni shu A-bozordan endi o'zimiz birgalikda hamkorlikda ishlaymiz. O'sha A-bozordan oldim, 85 ming turadi, chunki yurilgan bu. Ha, yurilgan. BMW'ni almashtirdik-da. Tuning ham tashagansiz ko'rdim. Qilindi-da. Mana shu video nobodda 10 mingta like yig'ib qolsa, menga obzorga berasiz mashinangizni? Beraman. Kelishdik aka. Rahmat. 10 mingta, 15 mingta, 100 mingta like qilinglar, xudo xolasa mashinani polniy hamma joyini obzor qilib beraman. Kutamiz. Rahmat. Gap yo'q.